Assalomu alaykum. Bugun sizlarga uy sharoitida tirnoqdan eski materialni gel-lakni qanday qilib to'g'ri va xavfsiz olib tashlashni o'rgataman. Materialni noto'g'ri olib tashlash tirnoq plastinasini zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun texnikani va to'g'ri vositalarni bilish juda muhim. Buning uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarni mana videoda rasmini qoldirdim. Bu materiallarni oddiy aptekadan yoki magazindan olishingiz mumkin. Agar topolmasanglar, Wildberries yoki Temu degan onlayn magazinlardan topishingiz mumkin. Hozir sizlarga ikkita usulni ko'rsataman. Birinchi usul uchun birinchi bo'lib qoplamani, ya'ni pokrityani ustki qismini pilka bilan olib tashlaymiz. Top qismini, glyansiy, yaltirab turadigan joyini olib tashlashimiz kerak bo'ladi pilka bilan. Keyin removerni faqat tirnoqni ustiga suramiz, ya'ni pokritya material bor joyiga suramiz. Hech ham terilarga tegib ketmasin. Ehtiyotkorlik bilan faqat materialni ustiga suramiz. 5-10 daqiqa kutib, apelsinov palochka bilan yumshoq harakatlar bilan bosmasdan olib tashlaymiz. Agar hammasi yechilmay qolsa, yana bir marta remover surib olib, yana bir marta apelsinov palochka bilan yumshoq qilib olib tashlaymiz. Hech ham bosmasdan, qo'pol harakatlarsiz. Hamma materialni olib tashlagandan keyin tirnog'ingiz ustini baf bilan bitta shlifovka qilib olib, maslo для кутикулы surib qo'yasiz. Endi biz ikkinchi usul o'rganamiz. Ikkinchi usul uchun ham xuddi birinchi usuldagi birinchi bo'lib ustki sloydagi topini pilka bilan qirib chiqamiz. Glyansiy joy, yaltiroq joyi qolmasligi uchun. Ikkinchi qiladigan ishimiz tirnog'imiz chetidagi terisiga krem yoki maslo surib olamiz. Atiston terimizga tegib ketganda ham qizartirib olmasligi uchun. Surib bo'lgandan keyin vatniy diskga yoki paxtaga atiston shimdiramiz. Shimdirib olganimizdan keyin o'sha nam paxtamizni tirnoq ustiga qo'yib, ustidan folga o'rab qo'yamiz. Shunaqa qilib где-то 5-10 minut kutamiz. 5-10 minutdan keyin folgani ochib qaraymiz. Yana shu birinchi marta qilganda apelsinov palochka bilan nejniy harakatlar bilan olib tashlaymiz. Agar bir martada yechilmasa, buni ham yana ikkinchi marta qaytaramiz. Yana ikkinchi marta paxtani atistonga namlantirib, o'sha nam paxtamizni yana tirnoqqa qo'yib, yana folga bilan o'rab qo'yamiz. Hamma materialni yechib bo'lgandan keyin yana birinchi usuldagi bafik olib, bafik bilan tirnog'imiz ustini shlifovka qilib olamiz. Bu tirnog'imiz ustini tekisroq qilib beradi. Bu usulda eng muhimi o'sha atistonli paxta qo'yishdan oldin tirnog'imizni terisiga, chetidagi terisiga krem surish esdan chiqmasin yoki maslo. Bo'lmasa terimizni вообще qizartirib раздражение qilib yuboradi. Hamma materialni yechib bo'lgandan keyin tirnog'imizga uhod va muolaja qilish esdan chiqmasin. Ya'ni buning uchun tam krem suramiz, maslo для кутикулы surishimiz mumkin, bodom yog'i yoki shunga o'xshagan yog'lar surishimiz mumkin yoki tirnog'imizni mustahkam qilib beradigan laklar bor. O'shani mana rasmini qoldirganman. Shunaqaga o'xshagan laklar surib yurishimiz mumkin tirnog'imizga. Agar texnikaga to'g'ri rioya qilsangiz, eski gel-lakni uy sharoitida osongina va xavfsiz yechishingiz mumkin. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska qilish esingizdan chiqmasin. Agar yana savollaringiz bo'lsa yoki o't-bitini tushunmay qolgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar, men javob berishga harakat qilaman hammaga.